bitta o'zbekistonlik yigit yutqazdi degani boshqa o'zbek yo'q degani emas. Bizda 40 millionga yaqin o'zbek bor. Men o'shalardan bittasi. Mana men sen bilan jang qilaman. 40 миллион aholi в Душанбе, ни один человек его не уважает. Поняли, да? Что ты хочешь сказать? Maktab paytida bundan 5-6 yil oldin chiqargan videoyim bo'yicha ozgina muammolar. Oktagonda keyingi BMF kamari uchun Odilxon hamda Kamil Karate jang olib boradi. Sizningcha kim yutadi? Fikringizni kommentariyga yozing va kanalga obuna bo'ling. Я не буду скрывать, Адилхона невозможно, я раньше говорил и сейчас говорю, невозможно его нокаутировать. Он хорошо держит удар. Битый, как будто ему дай, он Да, он как резинка, знаешь, да, резинка. Это я признаю, это я признаю, факт. Поэтому у меня не будет, я не буду стараться нокаутировать. У меня настрой на 5 раундов и в борьбе, и в стойке. Даже Эркаблан меня когда бил, я улетал. А Эркаблан его бил, он просто стоит еще нет, вот так делает, или вот так делает. Или вот так делает. Bu genima, bu nima uchun? Как boksyor и kickboksyorlarga o'xshab ularga o'zimni moshni tutib bermayman. Menda stoyka zo'r emas. Men ko'raman boksyor, kickboksyorlarda и Tailanddagilarda основной stoykada plotniy turadi, ularni o'ziga qabul qilaveradi-da, moshni o'tkazib yuboradi, yiqiladi. Yo'q, u raqib zarba beryaptimi senga, sal qochish kerak, orqaga yoki yonga qochish kerak. Bunda qanaqa udar chiqayapti-yu, bu kelayotganda sal qochyapti, udar yo'q. Unchalik his qilmayapti. Raqib hujum qilayotganini bilib, odam sal o'zini asrashi kerak. Asosiy sababi men shu deb o'ylayman.